Pullaringizni tayyorlang. Yo davlat sizga 4 million beradi yoki siz davlatga 800 ming so'm jarima to'laysiz. Qaysi birini tanlaysiz? Bugungi sonimizda boyvachcha bolalarning poygasi qanday qilib otasini qamoqqa yetaklagani, Open budjetdagi yangi o'yinlar va osmondan sizni poylayotgan Face ID dronlar haqida gaplashamiz. Uch yoshli farzandlarga avtomobil boshqaruvini bergan ota qamaldi. Toshkent shahrida 13 yoshli o'smirlar avtomobilni katta tezlikda haydab, yo'l harakati qoidalarini buzgani aks etgan video ijtimoiy tarmoqlarda keng muhokamalarga sabab bo'ldi. Mahalla aholisi bolalarning uyiga borib, otasidan farzandlarini tartibga chaqirishni so'ragan. Biroq ota mahalladoshlariga qo'pol munosabatda bo'lgan. İşler bor so'rabek. Mana bu turamiz. Mana robotni sotda qo'ylayman, bemalol. Yosh bola-ku. Nima qilish kerak? Ular savoldan chiqqanda. Mushka, qizsan. Erkak bo'lsa, ayollarni aralashtirmaysan. Ushbu voqeadan so'ng otaga nisbatan bolalarga yetarli tarbiya bermaslik va mayda bezorilik moddasi bilan ish ochilgan va natijada u 5 sutkaga ma'muriy qamoqqa olingan. Ma'lum bo'lishicha, o'smirlarning otasi yirik tadbirkor Nozim Azizov hisoblanadi. Shuningdek, bolalar haydagan mashinalardan biri esa jarima maydonchasiga olib ketilgan. Endi kambag'al oilalarga pillachilik bilan shug'ullanish uchun 4 million so'mdan subsidiya beriladi. O'zbekistonda kambag'al oilalarni qo'llab-quvvatlash va pillachilikni rivojlantirish uchun yangi tartib joriy etiladi. Prezident qaroriga ko'ra 2026-yil 1-apreldan boshlab pillachilik kooperativlariga a'zo bo'lgan kambag'al oilaning bir nafar a'zosiga bir martalik 4 million so'm subsidiya beriladi. Ushbu mablag' kambag'allikni qisqartirish davlat jamg'armasi hisobidan ajratiladi. Bu orqali aholining pillachilik faoliyatiga kengroq jalb qilinishi, qo'llab-quvvatlash, yangi ish o'rinlarini yaratish va oilalar daromadini oshirish ko'zda tutilgan. Shuningdek, tutzorlar maydonini kengaytirish, pilla yetishtirishni ko'paytirish va ipakni qayta ishlash hamda eksportni rivojlantirish bo'yicha ham qo'shimcha choralar belgilangan. Eng ko'p ayollar qaysi viloyatda yashashini bilarmidingiz? Videoni oxirigacha ko'rsangiz bilib olasiz. 2026-yil 1-yanvar holatiga ko'ra O'zbekistonda ayollar soni 18,9 milliondan oshdi. Bu mamlakat doimiy aholisining 49,6%ni tashkil etadi. Milliy statistika qo'mitasi ma'lumotiga ko'ra, eng ko'p ayol Samarqand viloyatida 2,172,4 ming nafar. Keyingi o'rinlarda Farg'ona va Qashqadaryo viloyatlari qayd etilgan. Eng kam ayollar esa Sirdaryo va Navoiy viloyatlarida istiqomat qiladi. Andijonda erkakni shantaj qilib pul talab qilgan ayollar qo'lga olindi. Ma'lum bo'lishicha, 2001-yilda tug'ilgan ayol 1989-yilda tug'ilgan Toshkentda yashovchi ayol tanishi bilan oldindan til biriktirgan. Ulardan biri TikTok orqali Andijon tumanida yashovchi 2002-yilda tug'ilgan yigit bilan tanishib, u bilan ishqiy munosabatda bo'lgan. Keyin esa yigitning suratlariga haqoratli va uyatli yozuvlar qo'shib, ularni tarqatmaslik evaziga 20 ming dollar talab qilgan. Tezkor tadbir vaqtida gumonlanuvchilar pulning bir qismini 7 ming dollarni bank kartasiga olayotgan paytda qo'lga olingan. Holat yuzasidan Jinoyat kodeksining 165-moddasi tovlamachilik 3-qismi A bandi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, tergov harakatlari boshlangan. Endi esa fantastik filmlar voqealigiga o'tamiz. Tashkent City savdo majmuasi oldida ilk bor dron politsiyachi ish boshladi. Bu shunchaki kamera emas, u tunu kun ishlaydi. Olomon ichida jinoyatchilarni qidiradi va eng asosiysi Face ID tizimi orqali yuzingizni tanib, ma'lumotlar bazasidan kimligingizni topadi. Ichki ishlar vazirligi bu dronlarni nafaqat jamoat tartibi, balki atrof muhit tozaligi va giyohvand moddalar tarqalishini oldini olish uchun ham ishlatmoqda. Keyingi bekat Andijon. Chunki viloyat ichki ishlar xodimlari dronlar bilan ishlash va ularni boshqarish bo'yicha mashg'ulotlarni tugatishgan. Haydovchilar uchun ham yangilik bor. Endi avtobus yo'laklarida jarima soluvchi kameralar bo'ladi. Toshkentda avtobus yurishi kerak bo'lgan A yo'laklariga kameralar o'rnatilib chiqila boshladi. Endi avtobus yo'liga o'tib ketgan, to'xtab olgan yoki avtobus yurishiga xalaqit bergan mashinalar avtomatik jarimaga tortila boshlaydi. Diqqat, mazkur yo'lak jamoat transporti uchun mo'ljallangan yozuviga mos ravishda ayni paytda Toshkentning markaziy ko'chalarida A yo'lak kameralari ham bo'layapti. Toshkent
Prezident Ichki ishlar boshqarmasiga ko'ra, jarimalar avtobus yo'liga o'tib ketib, haydash uchun bazaviy hisoblash miqdorining 0,5 baravari, ya'ni 206 ming so'm. Agar A yo'lakda to'xtab tursa, bazaviy hisoblash miqdorining 2 baravari, ya'ni 824 ming so'mga yetadi. Bunday avtomatik ishlovchi kameralar yaqin vaqt ichida asosiy bo'lmagan qatnov yo'llarida ham o'rnatilishi kutilmoqda. Butun O'zbekiston yana ovoz yig'ish poygasiga kirdi. Open Budjet 2026-yil 1-mavsumi boshlandi. Ovoz berish 20-martgacha davom etadi. Telefoningizni tayyorlang. Bir fuqaro, bir ovoz tamoyili endi yanada qattiqroq nazorat qilinmoqda. Firibgarlikning oldini olish uchun ovoz beruvchilar raqamli hukumat tizimi orqali identifikatsiya qilinadi. Ushbu mavsum uchun fuqarolar tomonidan jami 21 049 ta loyiha taklifi kiritilgan. Amerika orzusi ortidan noqonuniy ketganlar uchun yomon xabar. 72 nafar O'zbekiston fuqarosi AQShdan deportatsiya qilindi. AQSh O'zbekistonga deportatsiya reysini amalga oshirib, mamlakatda qonuniy yashash ruxsati bo'lmagan 72 nafar O'zbekiston fuqarosini qaytardi. Bu haqda AQShning O'zbekistondagi elchixonasi ma'lum qildi. Aytilishicha, bu chora chegara xavfsizligini ta'minlash va noqonuniy migratsiyaga qarshi kurash doirasida amalga oshirilgan. Shuningdek, ma'lumotga ko'ra, Donald Tramp prezident lavozimiga kirish ganidan beri mingdan ortiq o'zbekistonlik AQShdan deportatsiya qilingan. Elchixona noqonuniy ravishda AQShga kirgan shaxslar qamoq jazosiga tortilishi va mamlakatdan chiqarib yuborilishi mumkinligini ham ta'kidlagan. Haftaning eng muhim shov-shuvli voqealari mana shulardan iborat edi. Siz ushbu yangiliklar haqida nima deb o'ylaysiz? Fikrlaringizni albatta yozib qoldiring. Barcha fikrlar biz uchun qiziq. Agar video ma'qul kelgan bo'lsa, like bosishni va kanalga obuna bo'lishni unutmang. Keyingi haftada ko'rishguncha